Burun tez-tez qonashi bolalarda, ayniqsa o'smir yoshdagilarda onkologik kasallikning alomati bo'lishi mumkinligini bilarmidingiz? Burun tez-tez qonashi ko'p kasalliklarni asorati sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Ya'ni bunga qon kasalliklari, qon tomir kasalliklari, hattoki onkologik kasalliklarni ham asorati sifatida namoyon bo'ladi. Burun tez-tez qonashi va burun orqali nafas olishni qiyinligi o'smir yoshdagilarda yungin angifibromani belgisi bo'lishi mumkin. Bu xavfli o'sma bo'lmasa ham, lekin uni xavfli darajada qonash ehtimoli bo'lganligi uchun hayot uchun xavfli hisoblanadi. Bunday vaziyatlarda kasallikka to'g'ri diagnoz qo'yish kerak. Diagnoz aniq bo'lmaguncha operatsiyaga shoshmaslik kerak. Chunki noto'g'ri diagnoz bilan bu operatsiya qilinadigan bo'lsa, bemorning o'limigacha sabab bo'lishi mumkin. Sizda va yaqinlaringizda shunday holat kuzatiladigan bo'lsa, albatta lor shifokoriga ko'rining va hamma kerakli bo'lgan tekshiruvlardan o'ting. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, tanishlarga yuborib qo'ying.